video qo'yishdan oldin tepada 3 ta nuqta turibdi, mana. Tepada 3 ta nuqta. Shunga kiramiz. Va hop, tilni o'zgartirib, rus tilida tilini russkiy yazikka o'tkazib, hop, 3 ta nuqtaga kiramiz. Mana upravlение akkaunt turibdi. O'shanga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda hozir Rossiya, strana, region. Shuni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi, chunki Rossiyaga taqiqlab qo'ygan Amerika. Eng oxirgi tushirganimizda hop, Soedinye Shtati Amerika, США. Ya'ni shuni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, bosamiz, готов bosamiz va mana bu yer SSHga o'zgaradi. SSHga o'zgargandan keyin TikTokingiz zo'r ishlashni boshlaydi va video qo'ya olasiz. Efir qilib bo'lmaydi, video qo'ysa bo'ladi. Biz videoni sinab ko'ramiz mana. Любой